Hali ham sigir boqishda yemga qiynalayotgan bo'lsanglar, bizda bu narsaga решение bor. Mana shakar lavlagi qiyomi, melassa, patoka ham deyishadi. Bu yemga qo'shib beriladi. Narxi 5000 atrofida turadi kilosi. Bitta katta sigirga 1 kilogramdan beriladi kunlik ratsionga. Buzoqlarga, qo'ylarga ham bersa bo'ladi. Oxirgi ozgina quyib bersa, yalab-yalab yuraveradi. Yoki yemga, silosga, sinajga, donli ozuqaga qo'shib beraversa bo'ladi. Hozir mana bu melassani Toshkent viloyatidagi fermer xo'jaligiga olib ketishyapti. Rapsrotlar bilan, premixlar bilan ratsionga qo'shib berganingizda sigirlarda sut ko'payadi, sutda yog' miqdori oshadi. Arzon mahsulot, lekin ozuqani konsentratini oshirib, sifatini kuchaytirib beradi. 5000 so'm turadi kilosi.